Nuroniylarning katta hayot tajribasi, chindan ham yoshlarga ibrat maktabi. Namangan viloyatida 10 nafar yoshga bir nuroniy mas'ul qilib belgilangani o'g'il-qizlarning ta'lim tarbiyasi hayotda o'z o'rnini topishida muhim o'rin tutmoqda. Keksa avlod vakillari bilan o'tkazilayotgan davra suhbatlari, uchrashuv muloqotlar esa yaxshi samaralar beryapti. Mavzuni muxbirimiz Uchi tumani misolida davom ettiradi. Uzoq yillar el xizmatiga kamarbasta bo'lgan Abdulboqa Qayyumovni nafaqat uychiliklar, qolaversa viloyatimiz ahli yaxshi taniydi. Ayni kunlarda u mehnat faxriysi bo'lsa-da, Olmurod mahallasidagi yoshlarni tarbiyalashga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Qolaversa mahalla yettiligi bilan xonadonlarga kirib, bandlikni ta'minlash, ayniqsa oila qurish ostonasidagi o'g'il-qizlarni to'g'ri yo'lga boshlashda pand nasihatlarni ayamayapti. Biz yoshlarga o'zimizda bo'lgan tajribani, hayot maktabini o'rgatib kelyapmiz. Prezidentimiz tashabbuslari bilan har bitta yoshga 15-20 sotikdan yerlarni olib beryapmiz. Bo'sh turgan binolarni ishlab chiqarishni tashkil qilyapmiz. Bir nechasi hozir ro'zg'orini o'sha yerda ishlab tebratib kelyapti. Bundan tashqari biz nuroniylar yosh oilalarga ko'proq e'tibor beryapmiz. Hozirgi yoshlarimiz kechasi kunduzi o'qisa oz. Chunki hamma sharoit bor. Biz nuroniylar yoshlarimizga kim o'qisa kelajagi porloq bo'lishini tushuntirib kelyapmiz. Mirsalim Toshpo'latov mahalla yoshlardan biri. Yaqingacha migrant bo'lib, Rossiya, Qozog'istonda ishlagan. Mahalla nuroniysi sa'y-harakati bilan u bugun tadbirkorga aylanmoqda. Ya'ni yurtimizga qaytib, halol mehnati bilan qurilish materiallari ishlab chiqaryapti. E'tiborlisi, ishchi o'rinlari yaratishga ham muvaffaq bo'ldi. Yaqingacha shu Rossiya davlatida migrant asosida ishlab yurgan edim. Mahalla nuroniyimizga aloqaga chiqishda mana shu yosh tadbirkorga o'rinlar bor, imtiyozli kreditli asoslar bor deb gapirdilar. Ularning taklifi bilan shu O'zbekistonga keldim. Shu yosh tadbirkor bo'yicha 30 million so'm kredit oldim. Pinoblok sexini ochdim. Keyinchalik katta korxonalar ochish niyat bor. Hilola Ne'matova yashash xonadonida tikuvchilikni yo'lga qo'ygan. Bir necha shogirdlar yetishtirib, ularning ham daromadli mehnat bilan band bo'lishiga o'z hissasini qo'shyapti. Mahalla nuroniysi Abdulboqa Qayyumovga biriktirilgan 3 nafar yosh hozirda uning yordamida tikuvchilikni o'rganmoqda. 2006-yilda maktab bitirgandan keyin o'zimni tadbirkorlik ishimni boshlaganman tikuvchilikka. O'shandan beri shu ish bilan shug'ullanib kelaman. Mahallamiz nuroniysi tashabbuslari bilan bir necha yoshlarga tikuvchilik hunarini o'rgatib kelmoqdaman. Faqat bu tikuvchilik hunari pazandalik sohasida ham tadbirkorligimni yo'lga qo'yganman. Mini tortda chiqarib, bu bo'yicha ham yaxshi daromad topyapman. Olmurod mahallasining 4,5 mingdan ortiq aholisi bo'lib, shundan 585 nafari mehnat faxriylaridir. Faol tashabbuskor 100 dan ortiq nuroniy, 1100 dan ortiq 14-18 yoshlilarga biriktirilgan. Katta hayot tajribasiga ega mehnat faxriylari ana shu yoshlarning nafaqat turli masalalarga yechim topish, shuningdek ta'lim tarbiyasiga ham bosh-qosh bo'lishyapti. Bu albatta katta hayot yo'lidagi qadamlar uchun muhimdir.